to kesmasa qon chiqmaydi. Mahrumiyat, muyassariyat. Bir narsadan mahrum bo'lmasak boshqa narsaga erisha olmaymiz. Uchastka qurishni, hovli solishni, to'y o'tkazishni agar me'yoriga solmasak, bolalarimiz yana mardikor bo'lib qolaveradi. Otasi ham mardikor, o'g'li ham mardikor bo'ladi. Imoratlarni sodda qilsak, to'ylarni sodda qilsak, to'ydan oldin keladigan mo'ylovini to'ydan keyin keladigan dumini to qirqmasak, bu ummat qolaveradi yana. Yana ayollarni bahsi, dasturxonni ustiga nima bor edi? Yeydigan nima edi? Qo'yadigan nima edi? Artist kim edi? Uni otasi bechora mardikor edi, o'g'li nima bo'ladi? To bularni bahridan millat kechmasa, millat bir narsaga erisha olmaydi. Kambag'al bo'lib yashayveradi. Qishda ham yupun kiyinaveradi, yozda ham tun kiyib yuraveradi. Millat to o'zini ilmga baxshida qilmasa, millat oliylikka, cho'qqilikka erisha olmaydi. Va in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisulton. Alloh nima dedi? Agar yer osmon qobig'idan chiqmoqchi bo'lsangizlar, chiqinglar, bilib qo'yinglar. To mukammal sulton ilmlaringiz bo'lmasa chiqa olmaysizlar. Bugun farzandlarimizni o'qishiga qattiq e'tibor berishligimiz kerak. Bugun tunni har kun emas, har yilda emas, 4 yilda bir marta almashtirsak ham bor pulimizni farzandimizni ilmiga, mudarrisimizga, muallimiga sarflashimiz kerak. Katta muallimlardan birlari aytganlardek, eng mustahkam geometrik narsa bu uchburchak. Uchburchak. Ilmda ham uchburchak bo'lishi kerak. Qanday uchburchak? Ota-ona, maktab, bola. Ana shu uchburchak ishlasa olim bo'ladi. Ota-ona ishlashi kerak. O'tirishi kerak. Bolasi bilan birga bo'lishi kerak. Bas 150 yillik mardikorlik. O'tirish kerak bola bilan. Maktab o'qituvchisidan talab qilish kerak. Unga oylik berish kerak. Qo'shimcha haq to'lash kerak. Uni sha'nini ko'tarish kerak. Undan keyin bolaga ham qattiq e'tibor berishlik kerak. Mayli bir kunda olim chiqmas, bir avlodda olim chiqmas, lekin kelgusi avlodlarga olim bo'ladi. Imom Buxoriyni otalari ham Ismoil roviy bo'lganlar. Ishoq ibn Rohavayning shogirdlari bo'lganlar. Tamal tosh bo'lganki, keyin bu odam raketa kabi uchib ketgan. Mana shunday inshaalloh qilishligimiz kerak. Shugun farzandimizga bir narsani o'rgatsak. Ba'zida ko'chalar, quyda bolalarni ko'rib odam hayron bo'ladi. Soat 12, bola maktabdan kelyapti. Qayoqqa boryapti u? Nima qiladi 12 dan keyin? Hammamiz sergak bo'lishimiz kerak. Bolalarimizni televizorni oldiga qo'yamiz. Qari bo'lgandan keyin bolalarimiz biz bilan bir soat o'tira olmaydi. U ham televizorni oldida o'tiradi. Bolalarimizni tarbiyalash, ilm berish avval o'zimiz uchun kerak. Millat uchun kerak, dini diyonat uchun kerak. Mana shunga inshaalloh g'ayrat qilmoqimiz. Katta narsaga erisha olmaymiz. Shugun bolamga bitta oyat o'rgatdim, bitta hadis o'rgatdim. Bir 4lik she'rni o'rgatdim, alhamdulillah. Bitta matematikadan qoidani, geometriyadan bitta formulani, ximiyadan bitta elementni o'rgatdim, alhamdulillah. Sekin-sekin. Al-ilmu bati walakinnahu akidul fa'aliyya. Ilm sekin jarayon, lekin albatta foyda beradi. Albatta foyda beradi. Ilm olganlar dunyoni oladi. Ilmsizlar hamisha qul bo'lib qolaveradi. Buni hamma bugun angladi. Hammamiz anglaymiz. Harakatga kelishimiz kerak. Harakat qilishimiz kerak. Bolalarimizga eng yaxshi kitoblarni, eng yaxshi ilm narsalarini olib berishligimiz va ularni ilmini nazorat qilishligimiz. Va bu albatta va albatta dunyoviy orzu havaslarni yig'ishtirib qo'yish va odamlar nima deydi degan gapdan tonishdan keyin bo'ladi. Ham orzu havas qilaman, ham to'yini zo'r qilaman, ham uchastkani zo'r qilaman, hammasi bo'lmaydi. Unda hech narsaga erisha olmaymiz. Bu haqiqatda ilm ham havas bo'ladi, havoyo havas bo'ladi.